Bu ortiqcha vaznning o'zi insonga qanaqa zararli tomoni bor deyilsa, birinchi o'rinda aytilar ekan, ortiqcha vazn to'planganda umurtqa orasidagi tog'aylarda grija paydo bo'lishi, ularda yupqalashib ketib protruziya paydo bo'lishi, turli xil travmalar paydo bo'lishi, bundan tashqari osteoxondroz kabi shikoyatlar paydo bo'lishi, bo'g'imlarda artrit, artroz kabi kasalliklarda chaqirishi, bo'g'im travmalarini chaqirishi, bundan tashqari oshqozon ichak faoliyatidagi yallig'lanishlarga sabab bo'lishi, jigarning yog' bosishi, qon tomirlar devoridagi tromblar paydo bo'lishi, yurakdagi ishemiya holati, ya'ni xolesterin miqdori ortib borgan sari yurakda ishemiya holati ham ko'payib boradi. O't tosh kasalliklariga sabab bo'lishi, sahrli diabetga sabab bo'lish kabi yomon asoratlarga olib kelishi mumkin ekan. Endi ortiqcha vaznni davolash qanday desa, har xil usullar bor, juda ko'pchilik har xil parhezlar, har xil dori-darmonlar tavsiya etiladi. Birinchi o'rinda sog'lom turmush tarzi. To'g'ri, dori-darmon ichganga nisbatan yoki boshqa holatlarga nisbatan vaznning kamayishi qiyinroq bo'ladi, lekin zararsiz usul hisoblanadi. Birinchi maslahat har kuni ertalab va kechga 1 soatdan 2 mahal yurish. Ikkinchisi yog'lik, xamir ovqatlar va non mahsulotlarini normativgacha qaytarish. Ya'ni bitta inson uchun bir kunda belgilangan non mahsulotining normasi 100 gram hisoblanadi. Ya'ni sizga taxminan bitta bo'lak non massasi bir kunlik iste'molingizga belgilang. Yog' massalarini chiqarib yuborish va ularning hajmiga e'tibor berish. Imkon boricha hajmni kamaytirib, oraliqlarni qisqartirilganda ortiqcha yog'lar erishi kuzatiladi. Turli xil badan tarbiya mashqlari ham ortiqcha vazn yo'qolishda juda foydali hisoblanadi. Endi ayollarda kuzatiladigan gormonal buzilish hisobiga paydo bo'layotgan turgan ortiqcha vaznda tartibli oilaviy hayotni yo'lga qo'yish ham ortiqcha vazn to'planishini yo'qotadi. Uyqu rejimining normada bo'lishi ham insonlardagi ortiqcha vazn yo'qolishiga, asabiylashning kamayishi ortiqcha vazn yo'qolishiga sabab bo'ladi. Barchaga sog'lik tilayman.